Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan To'g'ridan to'g'ri Astana yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslaridan ketishni xohlasangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobirali avtovokzaliga kelib, 2-qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Yongi ekrandagi ishonchli raqamlarga bog'lanib, masofadan qo'ying. Bizning yo'nalishlarimiz Astana yo'nalishidan Balqash, Qaraganda, Petropolsk shaharlariga ham yetib olishingiz mumkin. Hozir esa ayni damda yo'lovchilarimizda pasaportlar jarayonlari boshlangan. Eng asosiysi avtobuslarimiz Spaniya avtobuslar. Bemalol yozib ketish imkoniyatlari mavjud. Yangiliklarimizni aytib o'taman. Avtobuslarimiz Spaniyaga bemalol yozib ketish imkoniyatlari mavjud. Barchaga kerak bo'lgan Wi-Fi tizimi bor. Bundan tashqari kimningdir telefon quvvatlari o'tirib qolgan taqdirda har bitta yo'lovchimiz uchun alohida zaryadniklar qilib qo'yilgan, bemalol foydalanishingiz mumkin. Shu yozda ishlaydigan konditsionerlarimiz sizning xizmatingizda. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' bo'ling.